Altıda Kongurat bo'ladi deyishim bu. Hop. 18tasini vaqtdan qoldi deydi. Hop. 16tasini qo'shdan qoldi deydi. Hop. 14tasini xonja qoldi deydi, qonja qoldi deydi. Joyini ham aytib ketay. 12tasini oyindi deydi. 6tasini tortuvli deydi. Tortuvlining chiqqan mamlakati boysin. Kongurat urug'niki Dehqonobod. Dehqonoboddan bo'linib ketgan hamma joyga. Eski vaqtda Dehqonobodning nomi Chashma Amzam deydi ekan taqsir. Eski nomada. Shundan bo'linib tarqagan 9 ota go'rchim, 6 ota qo'ldovli, 1 ota qarag'asmoq o'zi bitta keladi qarag'as. Qarag'asmoq 4 ota bo'ladi. Begmat, Sori, Kengash, yana biroq otini bilingizlar qo'shiling meni. 4 ta bo'ladi qarag'asmoq. 5 ko'rib birov. Ha? Birov 5 ko'rib. Ha, 5 ko'rik bor, bo'lsa eshitmanikim shu 4 ta ota bo'ladi. Assalomu alaykum. Kelmasin. Kelib o'tiring. Yozyapti. Hadi şey bunu yaxshi ko'rdim. Xudo yaxshi. Bir ovqatchi qoldi. Haydi o'zim. Ular keldi Toshkentdan. Yozib olyapti, davom ettiring. Hojibo, yozib olyapti bu yoqlar. Bizni 16 ta qo'shdan qoldim. 6 tasini qo'ldovul deydi. Qo'ldovulning birinchi shoxi Mavlush, ikkinchisi Tilovmat, uchinchisi Chalvachcha, ikkinchi Momadan birinchisi Bandikuchuk, ikkinchisi Oqpichoq, uchinchisi Chalka Chiburg'an deydi. Bu 6 ta qo'ldovli bo'ladi. Ikkovining otasi bitta, piri ikkita. Chalvachcha, Mavlush, Tilovmatning piri bitta, Oqpichoq, Bandikuchuk, Chiburg'onning piri bitta. Bu 6 ta qo'ldovli bo'ladi. Qo'ldovliga biz kiramiz. Biz Tilobat shoqidan, hay bu yoq bizning do'stimiz Nurmat Taji, Mavlush shoqidan deydi Chalvachcha. Deydi Ko'lbay Chalvachcha. Bandikuchukdan domlalardan. Bandikuchuk uzun degan shoqidan Hazrat domlalar, Mo'lda O'smatlar. Oqpichoqdan Omon Beknazar degan Beknazar Hajdegacha shular. Chiburg'ondan hay Xo'ja Mamatda o'tiradi ko'bragi, Muhammad Samad bilan bular bo'ladi. 6 ta. Endi 9 otasi, 1 ota Qoraqasmoq buyaqlar bo'ladi. Qoraqasmoqning Bengmat degan shoxidan Abdulla Tangridan Qoraqasmoq avval ko'p bola juzaga chiqmagan. Normo'min taraf puchcha chiqqan, Normo'min chiqdi, Shoberdi baxshi chiqdi, Abdulla chiqib Qoraqasmoq ko'tarilib Qoraqasmoq joyiga bordi. Ol buna Trabchoboxon degani bor edi. Buni qul deydi, Chinatagi deydi. Bilasizmi buni? Chinarak deydi Trabchoboxon. Tovushir Choboxon Qoraqasmoqning Bengmatidan bo'ladi. U bitta odam edi. Uni bilib qo'ying. Xurramajlarim bor edi cho'lda. Bu Qoraqasmoq ham zo'r xalqlardir. Endi 9 ota qo'rchimning birinchisi kattasi u deydi Qashqadaryoda Zombiri degan shoh bo'ladi. Ikkinchisi Barmoq bo'ladi, Hazrat Langardingizda bo'ladi. Dehqonobod o'tgan yer. Uchinchisi O'tiraqi deydi, Qorashinani usti Qoraxo'l degan yer bor. Shu yerda bo'ladi. 4-inchisi Kal bo'ladi, Chashma Abzamda bo'ladi. 9 ota qo'shilgan. 5-inchisi Qoraqalpoq Xomkanda bo'ladi. 6-inchisi Ko'chaxo'r Kirshakda bo'ladi. 7-inchisi Sovribozor Xudoydatda bo'ladi. 8-inchisi Kalla bozorda aytdim. Kal, Qoraqasmoq, Sovribozor, O'tiraqi, Barmoq, Zombiri, To'lamit 8-inchisi. O'jinda bo'ladi. Yana birov kim bo'ladi? Yerbek emasmi? Kim? Yerbek. Yelbekga qo'shilib qo'shilmayapti. O'zi Yelbekga qo'shilib qo'shmay, birov qo'shilib gap qo'shilib. Yelbekga qo'shilsa laylaganda bo'ladi. Shu 16 ta qo'shdan qolishi bo'ladi. 9 otasi G'o'rchim, 6 otasi Qo'ldovli, bitta ota Qoraqasmoq. Qoraqasmoq zo'rda shundan chiqib keladi. Tushunib olamiz. Endi 18 ota vaqtdan qolning eng birinchisi Qozoyaqli deydi. Buna vaqtdosh bilan tilimizning odam joyli bo'lgan. Ikkinchisini bu Yelbayanda kim turadi? Ochamoyli. Uchinchisi Boymoqli. 4-inchisi Taraqli. 5-inchisi Ishqili. Shutib borib bilan 16 otaga boradi. 18 otaga qo'shiladi. Sizning murutingizning ko'pragi vaqtdan bola kiradi. Yeshonboy bu yoqda Himmatxon Yeshonboyning murutining 70 parasini Qonjig'alga kiradi.
Qonjaqali 14 ta birinchi shoh ulus. To'g'rimi shunmi? Ulusning o'zi ham 9 ataga bo'linib ketadi. Bekdan tug'di, eshagi boshi, so'ng keldi, oyoq, buyoq, jorti, boymoqni bilan 9 ata bor. Bu 12 ta o'yinda şu 66 ta Qo'ng'irotning eng boy xalq o'yindi bo'ladi hozir. Oxmon, Oqnazar, Alibek, Xoydar, Mulla deydi. Mulladan 12 ta o'yinda tug'ilgan. Xoydardan 6 ta tortilib tug'ilgan. Alibekdan 14 ta Qonjaqal tug'ilgan. Oqnazardan 16 ta Qo'shtonbol tug'ilgan. Oqmondan bu 18 ta vaqtda bor tug'ilgan. Buning otasini Jiydashgan bey deydi. Jiydashgan beyning otasini Kelishgan bey deydi. Kelishgan beyning otasini G'o'dibey deydi. G'o'dibeyning otasini Janibey deydi. Janibeyning otasini Qo'ng'irot deydi. 21 ataga borib Qo'ng'irot bo'linadi. Boshiga shu bir Qo'ng'irot bog'imizdan taqib ketgan. Shutib keladi. Oqmon, Oqnazar, Alibek, Xoydar 5 ataga 66 ta Qo'ng'irot bo'linib ketadi. Shuni bilib olingizlar. Qo'ysingiz qanday bo'lsa. Men bashalarni yozaman, tilpangga aytqim kelmaydi. Menga ko'rsatmasa daftarni. Bildirmay yozib olimiz yashonboy momasiga to'lab beraman. Men shunga nimaga qiziqasiz deb, otamning 70-80 patronni o'g'limga o'tib ketgan. Otam aytib, meni o'lar yaxshi ko'rdi, oshdan deydi. Jilab o'tirishdi. Meni qo'batchilashib qo'y, nimaga jilayman? Bilmayman ekan. Otam shu paytda bechora bir rahmchilik etdi. Yolg'iz bo'lgan, bitta bo'lgan, sog'ir qolib ketgan. Falan ketdi, ko'raman. Shu 70-yillar otamga arabcha xat kelib turibdi. Avve degan. Paket bo'lgan, avve degan mana. Nima deydi shu? Kaniyot. Shunga kelib otam kechasi qora chiroqning jorig'ida biz bachchaga jilab o'qib o'tiribdi. Falancha bor ekan. Shu yerda uruqqa biz qiziqib qolgan. Bo'lmasa uruqdim, menga bir tinam bermaydi, kallani boshlama qilaman deyman. Lekin davroga kirsa har qanday mollani bir shorttirib, tuzanlar to'rkatchalaman. Kim bo'lsa bo'ladi. Qireni ham yasharni ekan. Menga Alloh taolo Parvardigar lekin shu xizilatni bergan. Gapga kelsa, uruqqa kelsa, savol javobga kelsa har qanday odamni to'rkatchalaman. O'zim bir gidillab yotaman, maydonda bir qalbi bor deydi qo'ydi. Nimadan chor? Bo'ldimi, to'xtadim men. Qonjaqalni ham aytdim, men to'xtatadi. Qonjaqalning katta shoxi ulus bo'ladi. Ulusni odamlar o'zini bir ata qo'shadi, qo'shilmaydi. Ulus Qonjaqalning bir shoxi bo'ladi. Mana ko'sa degan bizning o'rnimiz bor. Biz bandikuchning bir shoxi bo'ladi. Bandikuch 16 ta qo'shdan bor ekan. 6 to'ma tortuvga kerak ekan. Aslında bir 12 ta o'yindi bor. O'yindining eng birinchisi 5 bola deydi. 5 bola o'yindi. Boy xalq bola. Ikkinchisi kal o'yindi. Qora o'yindi. Qorg'i o'yindi. Qo'yg'i o'yindi. Churan o'yindi. Qovqi o'yindi. Shu 12 taga boradi. Churan bilan 5 bolasi boy bo'ladi buning ichida. Buning bobosi mulla bo'ladi. Mulla deb nom qo'ygan. O'yindir mulla deganga gashtiga bog'ilganmi, ko'r bo'lganmi, o'yindilardan shuni kunga davrim ulamayam yo'q, piri murshitam yo'q, qoriyam yo'q. O'yindir bu. Bu boylikqa berilib ketgan. Eski zamonda o'yindilar savdogar bo'ladigan, u yoqqa ketaversa, ro'zani mullalardan so'raydilar, "Yashon bu qaysi kun ro'za ushlaymiz?" Nasib bo'lsa 5 kun qoldi. Shu kunga otaning eshigini qo'mjovini tikib turib, erta ro'za degan kuni, "Jetalab biz safar ketyapmiz, ro'za bizdan saqitib karvon jetalab ketadi." Shuncha o'yindan karvon ko'p chiqqanda. Bayqab. Endi 6 to'ba tortuvliga kelsa, Shu etib o'yinni qo'ygan bo'ladim ular. a? Shu etib o'yinni qo'ygan O'yinni deganda. Endi 6 to'ba tortuvli. Tortuvli birinchisi 9 deydi. Kapırının mamlakati kapırın. Hadi gerçek bakın. İkincisini munka deydi. İnkavat, boysının inkavat. Üçüncüsü vur deydi. Bana Pırkakindeki cer var, boysının bir tane götür. Vur gicay. Vurdun gicay Pırkakin. Dördüncüsünü çopak deydi. Bandıkan. Düşündünüz mü?
6-cı yıl Xorasan deydi, buna Kılıçbak. Kılıçbak degan yer var, boysundan bermeydi bize bizim 5-6 boğam kabristandan otalar. Kılıçbak Xorasan'ın yeri. 6-cısı Obaqlı deydi, Obaqlı Tilla Tabaqlı deydi. Obaqlı'nın gelişi aslı vakti zamanda bir zamanda çırgın boltu Baykal bolar. Sobertxan'ın Kaltamunlar degan yerini ko'rganim yo'q. Kaltamunlardan bularni surgun qilib jo'natadilar. Buna Tangmush degan yer bor bilasizlar. Tangmushga bular ko'chib keladi. Tangmush kelmish yer bo'ladi-da, boydim joyi cholvonning joyi bo'ladi. Tangmushga ko'chib kelgansa, boysin bekligi xarajga to'lmay qoladi, kamma qolib qoladi, foydasi to'lmay qoladi, shu jil qilib ketadi, solig'i to'lmay qoladi. Oson biri aytadi, ko'p boy ko'chib kelib qolgan tuyoli boy ekan, Tangmushdan havoriga buni ko'chirib kerak deydi. Ko'chirib beramiz deb boysin bekligidan odam kelsa, biz ko'chmaymiz deydi. Biz shunday kelganmiz deydi. Ko'chmasang davlatga nima foyda berasan deydi. Shu 1 yillik solig'idan qutulsak qo'yasanmi deydi. Boysin bekligiga boradi. Boysin bekligiga borsa, shunday deb desa, sonra to'liq beraman ekan deydi. Kelib so'rasa to'liq beraman deydi. Chaqirib beradi. Shu boysin 5 ata tortib deydi. Seni Obaqlı deb qo'shamiz, 6 ata bo'ladi deydi. Obaqlı degan nomi Obaqlı Tilla Tabaqlı deydi. Nimaga deganda Tillani shutib ko'tarib borgan ekan tabaqasab, taqsirsiz yetamda 1 yillik rajim edi. Shunday oldiga to'kkanda, o'min bizga murid bo'ldi, 6 Obaqlı qo'shildi, Obaqlı Tilla Tabaqlı, shundan Obaqlı chiqqan. Obaqlıdan otal, Irg'aqlıdan xotin ol deydi. Irg'aqlı go'rga qo'shiladi. Obaqlı ham polvon, ham chavoqon, ham sizlarda shayx. Shu 6 to'pa tortuvni oxirida turadi, bu Haydardan bo'ldi. Yana aytdingizam, o'zimdan talqilab ovqat keldi, piyas keldi. Qaysidan xotin oldi dedingiz? Irg'aqlıdan. Irg'aqlı qanday chiqardi ular? Irg'aqlıning xotini eski vaqtda chevar bo'lgan, bular chopan chepinga usta bo'lgan, otning juluga usta bo'lgan, kelgan mehmonni yaxshi ko'rsatgan, qorayning bilan qorayiga to'rliq uzib, ichki bo'l sirtqi bo'ladigan narsalar bo'ladi. Shuning hammasi soddagan asli qorayiq boysimdan chiqqan taraf. Bizim tövbeler ham, mavlishlar ham shu yerdan borgansa, usta qarab qolgan. O qora uyga qizil toldan, sariq toldan tutumi bo'ladi. Uning ko'gi degan nesasi bo'ladi. Ko'kni tuyaning terisidan qiladi. Tuyaning terisi bitib qaytarib qo'yadi, u uzilmaydi taqdir. Yellik qora uy, oq o'tov deydi u. Ilgari meni otam buch o'tov bor edi. Bir oq o'tovni tikib qo'yadi, yeshon mullalar kiradi deydi. Bir o'tov yenam katta yenamdiki, bir oq o'tov kichkina yenamdi. Men yekenaning orasida ko'kayib qurib ketgan. Gap buni qo'ydiga jataman, yenamni, gap buni oldiga jataman deb. Mazza qilmadi, qo'ymoq yeb qo'yim beradi. Sho'tib kallam qo'ymoqchi bitta desa qoldi, qo'ymoqchiman ko'rib bo'lmasa. Menda katta 6 akam bor, 7 akam bor xudoga shukr. 7 o'yim bo'ladi o'ziga shukr. Domlalar bitta o'p chiqdi. Sho'tib domlaga aytdim-da, qo'po bo'lmas endi. Meni bir gap aytdim. Senda olmishimda qo'ldovni odam chiqqan yo'q. Qori bo'lsang sen bo'lsang, qurra bo'lsang sen bo'lsang, olim bo'lsang sen bo'lsang, molla bo'lsang sen bo'lsang, xatimkarda sen bo'lsang, irshadkarda sen bo'lsang, pirga qo'lirgan sen bo'lsang, murtqa yana nima gapim bor, dedim-da. Haq qasam deb kulib qo'ydi. Bu deyishim bor. Bu arxiv kitoblarda yo'q.